Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Bezovta qilgan bo'lsam afv etkaysiz. Avazbek akani telefon raqamlarimi to'g'ri tushdimmi? To'g'ri. Avazbek aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi bo'ladi, Xudoga shukr. Kayfiyatlaringizni yanada yaxshi qilish maqsadida qo'ng'iroq qilyapman. Men tabrik loyihasidan boshlovchi baxt bo'laman. Sizni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan ulug' kuningiz, ya'ni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bu quvonchli kunda sizga sihat salomatlik, uzun umr, tinch va fayzli hayot, barcha orzu intilishlaringizning ushalishini tilaymiz. Rahmat, kamomila sizlarga rahmat. Hammasiga arziysiz, hurmatli Avazbek aka. Bu sirli qo'ng'iroq sizni hurmat qiladigan, qadrlaydigan yaqinlaringiz nomidan. Kimni nomidan deb o'ylaysiz? Yaqinlarim ko'p endi. Kimlar? Jiyanlar, o'g'illar, qizlar. Xayolingizga kimni ismi kelyapti? Topolmadim. Xayolingizga kelgan ilk ismni ayting. Bo'lishi mumkin, qizlarimdan bo'lishi mumkin. Yaqinlashdingiz yana? Endi shu uydagilar, qarindosh urug'. Unda keling, men sizni ko'p ham qiynamasdan aytaman. Sizni qadrlaydigan, sizga doimo samimiy mehr va hurmat bilan qaraydigan jiyaningiz Muhammad Bilol, opangiz Fotimaxon ona, dadajoningiz Sodiqjon ota, jufti halolingiz Shahnozaxon opa, opalaringiz Lolaxon opa, Oqilaxon opa, Oylarxon opa, Qizlarxon opa, singillaringiz Rajabixon, Mohigulxon, ukalaringiz Dadajon aka, jiyanlaringiz Ahliddin, Avazbek, Sarvarbek, Abdumalik, Minojiddin, Husnuddin, Islombek, Hamidulloh, Saydulloh, Sidiqjonlar nomidan edi. Rahmat katta hammasiga. Alloh panohida bo'lsin, hammasi rahmat kam bo'lmasin. Hammasiga arziysiz, ilohim. Hurmatli akajon, birozgina vaqtingizni olsam maylimi? Mayli. Jiyaningiz Muhammad Bilolning qalbidan chiqqan tabriknomalari bor edi. Ijozat etsangiz, shularni o'qib eshittirsam. Assalomu alaykum tog'ajon. Alloh sizga uzoq umr, mustahkam iymon, halol rizq va qalb xotirjamligini nasib qilsin. Qadamlaringiz doimo to'g'ri yo'lda bo'lsin. Niyatlaringiz esa faqat ezgulikda xizmat qilsin. Sizdek mas'uliyatli, sabrli va g'ururli erkaklar oilaning tayanchi, avlodning suyanchi bo'ladi. Bugun siz musofirdasiz, ammo biling, duolar masofani tan olmaydi. Alloh taolo sizni oilangiz bag'riga eson-omon, sog'-salomat, yuzingiz yorug' holatda qaytishingizni nasib qilsin. Yangi yil siz uchun baraka, keng rizq, xush xabarlar va quvonchli uchrashuvlar bilan boy bo'lsin. Alloh har bir bosgan qadamingizni o'z panohida asrasin. Oilangizni tinchlik va muhabbat bilan mustahkamlab qo'ysin. Sizga erkaklarga xos matonat va sabr va donalik yanada
yo'lingizda bardavom bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz va kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Duolarimiz siz bilan. Hurmat bilan jiyaningiz Muhammad Bilol deb qoladilar. Rahmat, kam bo'lmasin. Ilohim. Xudoga shukr, jiyanlar bor. Xudoga shukr. Qadri baland akajonim, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham yaqinlaringizga qalbingizdan otilib chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Albatta, hammalarini oila a'zo bola chaqalari bilan tinch, omon, sog' salomat bo'lishsin. Jiyanlarga yaxshi kelinlar nasib qilsin. To'ylarda Xudo xolasa bosh bo'lib xizmat yurish nasib qilsin. Sizlarga ham omad, salomat bo'linglar, yangi yilni yaxshi o'tkazinglar. Rahmat kattakon. Ilohim, tabrik loyihasi nomidan aziz Avazbek aka, tug'ilgan kuningiz va kirib kelayotgan yangi yil munosabati bilan sizni yana bir bor samimiy muborakbod etamiz. Alloh taolo sizga sog'lik, quvvat, sabr va barakali umr ato etsin. Qayerda bo'lmang, o'zining panohida asrasin. Musofirlikda mehnatingizni ajr savobga aylantirib, oilangiz bag'riga eson omon yuzingiz yorug' holatda qaytishingiz nasib qilsin. Yangi yil hayotingizda yangi imkoniyatlar, halol rizq, mustahkam iymon va qalb xotirjamligi bilan bo'lsin. Oilangiz tinchlik, xonadoningiz baraka, yuragingizda xotirjamlik yor bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz va yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat katta, sizlarga kam bo'lmanglar, salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Yaxshi dam oling, yangi yilni yaxshi kutib oling. Ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar elgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshi ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizda. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qaddingiz minordek bo'lsin, do'stlarning bag'ridan ayrilmay sira. Yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, yaratgan asrasin sizni iloyim. Sevingim seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin